Hadeb Germaniyada yashab, o'zbek milliy taomlarini tayyorlab beraverasizmi? Bunda Yevropani taomlaridan ham tayyorlab ko'rsating deydiganlarga, bugun sizlar uchun cannelloni taomini tayyorlab beraman. Bu italyancha taomimizga ikkita mayda to'ralgan piyozimizni 50 gram sariyog'imizda oltin tusga kirguncha qo'rib olamiz. 2 bo'lak chesnoyimizni ham mayda qilib to'rab, piyozlarimiz bilan oltin tusga kirgizib olamiz. Yarim kilogram qiymamizga qo'rib olgan piyozimizni, tuz, murch, chesnochniy priprava, qizil paprikalarimizni solib, krem uchun mo'ljallangan qopchamizga solamiz va cannelloni makaronlarini olib, orasiga xuddi shu ko'rinishda qiymalarimizni joylashtirib chiqamiz. Tovamizga 4 osh qoshiqda yog', 2 qirg'ichdan chiqarilgan pomidor, 1 osh qoshiqda tomatning pastasi, pripravalar va tuzimizni solib, birinchi sousimizni tayyorlab olamiz. Ikkinchi sousimiz uchun 50 gram sariyog', 2 osh qoshiqda unimizni qo'rib olishdan boshlaymiz va 1 stakan sut, 200 ml qaymog'imizni solib, yaxshilab aralashtirib, quyiltirilgan massaga kelgandan keyin ozginagina tuz sovoramiz. Duxovkaga qo'ysa bo'ladigan idishimizga birinchi sousimizni qo'yib olamiz va ustidan makaron ko'rinishidagi cannellonilarimizni taxlab chiqamiz. Ana endi ustki qavatiga tayyorlab olgan ikkinchi sousimizni ham quyib chiqamiz. O'zbek palovlari zirasiz o'xshamagandek, italyan taomlari sirsiz o'xshamaydi. Shuning uchun mozzarella sirlarimizni ustki qavatiga sepib, folga bilan o'rab, duxovkaga 200 gradusga 20-25 minutga jo'natamiz. 20 minutda tayyor bo'lib chiqqan cannellonilarimizni folgalarni olib tashlab, duxovkaga yana 10 minutga yuzlarini rumyana ko'rinishida pishirib olamiz. أنا عيء أنيق لتتتنه قنية شاعر العلولة